Bugun gaplashadigan mavzu oddiy yangilik emas. Bu har bir oilaning cho'ntagiga, bozordagi narxlarga, kredit to'lovlariga, dollar kursiga, ish haqi va pensiyalarga bevosita ta'sir qiladigan masala. 2029 yilgacha bo'lgan iqtisodiy reja ko'rsatildi va unda eng muhim savollar bor. Narxlar qanchaga oshadi? So'm nima bo'ladi? Pensiyalar yetadimi? Oyliklar real hayotda ko'payadimi yoki faqat qog'ozda o'sadimi? Men bu videoda sizga raqamlarni quruq o'qib bermayman. Men oddiy odam tushunadigan tilda tushuntiraman. Bu reja sizning oilaviy budjetingizga qanday ta'sir qiladi? Kimlar hozirdan ehtiyot bo'lishi kerak? Kimlar esa vaziyatdan to'g'ri foydalanishi mumkin? Ma'lumot juda muhim. Chunki 2029 yilgacha bo'lgan qarorlar bugun qilayotgan xaridimiz, jamg'armamiz, qarzimiz va pensiyamizga ta'sir qiladi. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday iqtisodiy mavzularni vaqtida tushungan odam odatda pulini ham, asabini ham tejaydi. Avval vaziyat qanday edi? Oxirgi yillarda odamlar eng ko'p nimadan shikoyat qildi? Birinchisi, narxlar tez o'sdi. Kecha 1000 so'mga olgan mahsulot bugun 1,20 ertaga 1,000 bo'lib qolayotgandek tuyuldi. Ikkinchisi, so'mning qadrsizlanishi odamlarni xavotirga soldi. Ko'pchilik oyligini so'mda oladi, lekin telefon, mashina, uy jihozlari, ayrim dori-darmonlar, hatto ba'zi oziq-ovqat mahsulotlari narxi dollar kursiga bog'liq. Uchinchisi, pensiya va nafaqalar oshsa ham odamlar narxlar bundan tezroq oshib ketyapti deb his qildi. Endi nima o'zgaryapti? Hukumat va iqtisodiy mas'ullar 2029 yilgacha bo'lgan yo'nalishni belgilayapti. Inflyatsiyani pasaytirish, iqtisodiy o'sishni ushlab turish, budjet xarajatlarini nazorat qilish, aholi daromadlarini bosqichma-bosqich oshirish, pensiya tizimini barqarorlashtirish, so'm kursi bo'yicha keskin tebranishlarga yo'l qo'ymaslik. Bularning hammasi chiroyli eshitiladi, lekin savol bitta. Oddiy odam bundan nimani kutishi kerak? Eng asosiy tushuncha shuki, 2029 yilgacha narxlar to'xtab qolmaydi. Narxlar o'sishi davom etadi. Faqat maqsad ularni nazorat ostida, pastroq sur'atda ushlab turish. Ya'ni non, go'sht, yog', kommunal xizmatlar, transport, kiyim-kechak, dori-darmonlar birdan arzonlashib ketishini kutmaslik kerak. Rejaning ma'nosi narx oshishini sekinlashtirish. Odamlar daromadini esa shu o'sishdan yuqoriroq oshirishga urinishdir. Birinchi masala inflyatsiya. Inflyatsiya degani narxlarning umumiy o'sishi. Agar inflyatsiya yiliga 10% bo'lsa, bu hamma narsa aynan 10% ga oshadi degani emas. Masalan, 15% ga o'sishi mumkin. Go'sht 20% ga, ijara 30% ga, telefon esa kursga qarab 15% ga o'sishi mumkin. Lekin umumiy hisobda odamning xarid qobiliyati pasayadi. 2029 yilgacha rejalarda inflyatsiyani pastroq darajaga tushirish maqsad qilinadi. Bu yaxshi signal, ammo bitta shart bilan. Daromadlar ham real o'sishi kerak. Misol keltiraman. Aytaylik, bir oilaning oylik daromadi hozir 6 million so'm. Har oy 2 million so'm oziq-ovqatga, 800 ming so'm kommunal va transportga, 20 million so'm ijara yoki kreditga, 700 ming so'm bolalar xarajatiga, qolgan qismi kiyim, dori, mehmonchilik va mayda xarajatlarga ketadi. Agar narxlar yil davomida o'rtacha 10% oshsa, oilaning eski turmush darajasini saqlash uchun daromad ham kamida 10% dan ko'proq oshishi kerak. Ya'ni 6 million so'm 6 million 600 ming bo'lishi faqat narx oshishini qoplaydi. Haqiqiy yaxshilanish bo'lish uchun daromad 7 million yoki undan yuqoriroq bo'lishi kerak. Ikkinchi masala so'm kursi. Ko'pchilik dollar yana oshadimi deb so'raydi. Men buni oddiy tushuntiraman. So'm kursi faqat bitta qaror bilan turmaydi. U eksport, import, pul massasi, inflyatsiya, tashqi qarz, migrantlar yuborayotgan pul, oltin narxi, energiya importi va bozordagi talabga bog'liq. Agar mamlakat ko'proq import qilsa, ya'ni chetdan ko'p mahsulot olsa, dollarga talab oshadi. Dollarga talab oshsa, so'mga bosim kuchayadi. Agar eksport, investitsiya va pul o'tkazmalari ko'paysa, bosim yumshaydi. Shuning uchun 2029 yilgacha so'mning qadri keskin mustahkamlanib ketadi deb kutish noto'g'ri. Ko'proq ehtimol shuki, so'm bosqichma-bosqich iqtisodiy sharoitga qarab harakat qiladi. Bu nimani anglatadi? Agar siz dollar narxiga bog'liq katta xarid qilmoqchi bo'lsangiz, masalan, avtomobil, texnika, uy uchun import materiallari, kompyuter, telefon, biznes uskunasi, unda kurs xavfini hisobga olishingiz shart. Masalan, bugun 1000 dollarlik notebook olishni reja qildingiz. Agar kurs 12500 so'm bo'lsa, bu 12 million 500 ming so'm. Agar bir yil ichida kurs 12500 bo'lsa, o'sha notebook 12 million 500 ming so'mga chiqadi.
Notebookning o'zi chetda arzonlashmagan bo'lsa, siz faqat kurs hisobidan 20 ming so'm ko'proq to'laysiz. Endi buni 10 ming dollarlik mashina yoki 7 ming dollarlik uy bilan tasavvur qiling. Farq juda katta bo'ladi. Uchinchi masala pensiyalar. Pensiya mavzusi eng nozik masala. Chunki pensionerlar narx o'sishini eng og'ir his qiladi. Ishlayotgan odam qo'shimcha ish qilishi, daromad manbasini ko'paytirish, kasb o'zgartirishi mumkin. Pensionerda esa imkoniyat cheklangan. 2029 yilgacha pensiyalarni oshirish va ijtimoiy himoyani kuchaytirish haqida gapiriladi. Ammo bu yerda ham muhim savol bor. Pensiya nominal oshadimi yoki real oshadimi? Nominal oshish degani pensiya miqdori qog'ozda ko'payadi. Masalan, 20 million 2 ming so'm pensiya 20 million 1 ming so'm bo'ldi. Real oshish esa shu pulga ko'proq mahsulot olish mumkin bo'lganda bo'ladi. Agar pensiya 25% oshsa, lekin dorilar, oziq-ovqat va kommunal xarajatlar 20% ga oshsa, pensioner real hayotda yutmaydi, aksincha qiynaladi. Oddiy misol. Bir pensioner oyiga 1 million 500 ming so'm oladi. Shundan 500 ming so'm oziq-ovqatga, 2 ming so'm dori-darmonga, 200 ming so'm kommunal to'lovlarga, 1 ming so'm transport va aloqa xarajatlariga ketadi. Qolgan pul kiyim, mehmon, bolalarga yordam yoki kutilmagan xarajatga qoladi. Agar dorilar narxi 25% oshsa, kommunal xizmatlar 25% oshsa, oziq-ovqat 25% oshsa, pensiyaning 20% oshishi yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun pensiya siyosatini baholaganda faqat qancha foizga oshdi degan savol emas, pensioner eng ko'p xarid qiladigan mahsulotlar narxi qancha oshdi degan savol muhim. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda daromadi qat'iy belgilangan odamlar, pensionerlar, byudjet tashkilotida ishlaydiganlar, stipendiya oladigan talabalar, nafaqa oladigan oilalar. Ikkinchi guruh kredit yoki qarzi bor odamlar. Ayniqsa daromadi so'mda, xarajati esa dollarga bog'liq bo'lganlar. Uchinchi guruh ijara uyda yashaydiganlar. Chunki ijara narxlari ko'pincha inflyatsiyadan ham tezroq o'sadi, ayniqsa Toshkent va katta shaharlarda. Kimlar unchalik vayma qilmasligi kerak? Daromadi inflyatsiyaga moslashadiganlar. Masalan, malakali hunarmand, talab yuqori bo'lgan IT mutaxassis, eksportga ishlaydigan tadbirkor, bir nechta daromad manbasiga ega oila. Lekin bu ular umuman xavfsiz degani emas. Faqat ular vaziyatga tezroq moslasha oladi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, oylik oshsa ham xarajat odatlari o'zgarmasa, odam baribir kambag'allashishi mumkin. Masalan, sizning oyligingiz 5 milliondan 6 millionga oshdi. Ko'pchilik darhol yaxshiroq telefon oladi, ko'proq kafega boradi, to'y ma'rakaga ko'proq sarflaydi, qarzga mashina oladi. Natijada daromad oshgan bo'lsa ham jamg'arma paydo bo'lmaydi. Inflyatsiya davrida eng xavfli odat bu topganingni darhol sarflash. Ikkinchi tuzoq, so'm qadrsizlanadi, hamma pulni dollarga aylantirish kerak degan juda sodda fikr. Jamg'armaning bir qismini xorijiy valyutada saqlash ba'zan oqilona. Lekin hamma pulni dollarga aylantirish ham har doim to'g'ri emas. Chunki sizning kundalik xarajatlaringiz so'mda. Agar siz dollarni qimmat paytda olib, keyin zarurat bo'lganda arzonroq yoki shoshilinch sotishga majbur bo'lsangiz, zarar ko'rasiz. Eng to'g'ri yondashuv diversifikatsiya. Bir qism so'mda, bir qism dollarda, bir qism foydali aktivda. Bir qism esa tez ishlatiladigan zaxira sifatida. Uchinchi nozik jihat, kommunal tariflar va energiya narxlari. 2029 yilgacha iqtisodiy rejalar ichida energiya bozorini tartibga solish, subsidiyalarni kamaytirish, xarajatlarni real narxlarga yaqinlashtirish masalalari bo'lishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Elektr, gaz, isitish, suv narxi bosqichma-bosqich oshishi ehtimoli bor. Bu faqat uy xo'jaligi emas, biznesga ham ta'sir qiladi. Novvoyxona gaz ishlatsa, tikuvchilik seksi elektr ishlatsa, transport yo'nig'iga bog'liq bo'lsa, ularning xarajati oshadi. Xarajat oshsa, mahsulot narxi ham oshishi mumkin. Demak, kommunal tarif oshishi zanjir bo'lib bozorga ta'sir qiladi. To'rtinchi nozik jihat, pensiya tizimida faqat bugungi pensionerlar emas, bugun ishlayotganlar ham o'ylashi kerak. Ko'pchilik pensiya hali uzoq deb yuradi. Lekin siz bugun rasmiy ishlamasangiz, ish stajingiz va pensiya hisobingiz kelajakda muammo bo'ladi. Norasmiy ishdan naqd pul ko'proq ko'rinishi mumkin. Lekin yillar o'tib pensiya tayinlashda hujjat topilmasa, odam qiynaladi. Shuning uchun yoshlarga ham aytaman. Daromadingiz qancha bo'lishidan qat'i nazar, rasmiylik masalasiga befarq bo'lmang. 5-tuzoq, kredit olishda faqat oylik to'lovga qarash. Masalan, bank sizga oyiga atiga 2 million so'm to'laysiz deydi. Siz o'ylaysiz,
Hozir oyligim 7 million demak ketadi. Lekin 2 yildan keyin oziq-ovqat, kommunal, transport, bolalar maktabi xarajati oshadi. Agar daromadingiz yetarli o'smasa, o'sha 2 million to'lov og'ir yuk bo'lib qoladi. Ayniqsa uzoq muddatli kreditlarda, ipotekada, avtomobil kreditida zaxira hisoblash shart. Men odatda tavsiya qilaman, kredit sof daromadning 30-35% dan oshmasin. Agar 20% ga yaqinlashsa bu xavfli hudud. 6-jihat, narxlar hamma joyda bir xil o'smaydi. Qishloqda ayrim oziq-ovqat arzonroq bo'lishi mumkin, lekin ish o'rni kamroq. Shaharda oylik yuqoriroq, lekin ijara, transport, ovqatlanish xizmatlar qimmat. Shuning uchun 2029 yilgacha bo'lgan rejalardan foyda ko'rish uchun odam o'z hududi bo'yicha hisob-kitob qilish kerak. Toshkentdagi oila bilan Qashqadaryo, Farg'ona yoki Xorazmdagi oila budjeti bir xil emas. 7-nozik masala. Rasmiy statistika va shaxsiy inflyatsiya farqi. Davlat inflyatsiya 9% dedi. Lekin siz mening xarajatim 20% oshdi deyishingiz mumkin. Bu ikki gap bir-biriga zid bo'lmasligi mumkin. Chunki sizning oilangiz ko'p go'sht, to'g'ri, ijara, transportga pul sarflasa, aynan shu yo'nalishlar ko'proq oshgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir oila o'zining shaxsiy inflyatsiyasini hisoblasin. Ya'ni har oy asosiy 20 ta xarajatni yozib boring. Non, un, yog', go'sht, sut, tuxum, kommunal, transport, internet, dori, ijara, kredit. 2-4 oy ichida siz o'zingizning haqiqiy narx bosimingizni ko'rasiz. Endi eng muhim qismi nima qilish kerak? Birinchi qadam, oilaviy budjet tuzing. Qog'ozda yoki telefonda yozing. Daromadlar, oylik pensiya, qo'shimcha ish, ijara daromadi, biznes foydasi. Xarajatlar, oziq-ovqat, kommunal, transport, kredit, dori, ta'lim, kiyim, aloqa, kutilmagan xarajat. Har bir bo'limga aniq summa yozing. Hisob-kitobsiz odam inflyatsiyani yenga olmaydi. Ikkinchi qadam, favqulodda zaxira yarating. Kamida 3 oylik zarur xarajat miqdorida pul bo'lsin. Agar oilangiz oyiga eng zarur xarajatlarga 4 million so'm sarflasa, zaxira 2 million so'm atrofida bo'lishi kerak. Bu pul to'yga, telefon almashtirishga, sayohatga emas, faqat favqulodda holatda ish yo'qotish, kasallik, shoshilinch ta'mir, kutilmagan qarzga ishlatiladi. 3-qadam, jamg'armani bo'lib saqlang. Hamma pulni uyda so'mda saqlash ham, hammasini dollarga aylantirish ham xavfli. Masalan, kundalik ehtiyoj uchun so'm. Uzoq muddatli jamg'arma uchun dollar yoki boshqa barqarorroq aktiv. Qisqa muddatli pul uchun bank omonati, kelajak uchun esa bilim, kasb uskunaga investitsiya qilish mumkin. Eng katta investitsiya ko'pincha o'zingizning daromad topish qobiliyatingizdir. 4-qadam, kreditlaringizni qayta ko'rib chiqing. Agar bir nechta qarzingiz bo'lsa, foizi eng yuqorisidan boshlang. Mikroqarzlar, tezkor kreditlar, plastik karta qarzlari ko'pincha eng qimmat bo'ladi. Bankka boring, shartnomani so'rang, foiz stavkasi, jarima, muddatidan oldin yopish shartlarini o'qing. Agar tushunmasangiz, bank xodimidan yozma tushuntirish so'rang. Og'zaki aytishdi degan gap ertaga sizni himoya qilmaydi. 5-qadam, pensionerlar va pensiyaga yaqin odamlar hujjatlarini tekshirsin. Mehnat daftarchasi, ish staji, arxiv ma'lumotlari, ish haqi bo'yicha ma'lumotnomalar, pasport, JSHSHIR, bank kartasi, oldingi ish joylari haqidagi hujjatlar tartibda bo'lishi kerak. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Pensiya yoshiga yetganda yugurib yurmaslik uchun buni oldindan qiling. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Mening stajim va hujjatlarim bo'yicha kamchilik bormi deb so'rang. 6-qadam. Ijtimoiy yordamga haqqingiz bo'lsa, befarq bo'lmang. Kam ta'minlangan oila, nogironligi bo'lgan shaxs, boquvchisini yo'qotgan oila, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam bo'yicha huquqingiz bo'lishi mumkin. Mahalla, ijtimoiy himoya organlari, tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Hujjatlar odatda pasport, oilaviy tarkib, daromadlar haqida ma'lumot, bank rekvizitlari, zarur hollarda tibbiy hujjatlar va boshqa tasdiqlovchi ma'lumotlardan iborat bo'ladi. Eng muhimi, og'zaki gapga ishonib qolmang. Ariza topshiring va ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi ma'lumotni oling. 7-qadam. Xaridlarni rejalashtiring. Katta xaridni hissiyot bilan qilmang. Masalan, muzlatgichga, telefon, mashina, uy jo'zi olmoqchisiz. Avval 3 ta savol bering. Bu menga hozir shartmi? Narxi kursga bog'liqmi? Kreditga olsam umumiy to'lov qancha bo'ladi? Ko'pincha odam 10 millionlik mahsulotni kreditga olib, oxirida 1 million to'laydi. Keyin narx oshishdan shikoyat qiladi. Lekin aslida foiz xarajati ham katta bo'lgan bo'ladi. 8-qadam, daromadni oshishga ishlang. Inflyatsiya davrida faqat tejash yetmaydi. Tejash muhim,
lekin daromad o'smasa, ma'lum joyda chegaraga yetasiz. Hunar o'rganing, til o'rganing, onlayn savdo, xizmat ko'rsatish, ta'mirlash, tikuvchilik, dasturlash, buxgalteriya, marketing, haydovchilik, ustachilik kabi talab bor yo'nalishlarni ko'rib chiqing. 2029 yilgacha eng yaxshi himoya bu moslashuvchan kasb va bir nechta daromad manbasi bo'ladi. 9-qadam bolalar ta'limi va sog'liqni xarajat emas, investitsiya deb ko'ring. Narxlar oshgan davrda ko'pchilik birinchi bo'lib ta'lim va profilaktik tibbiyotdan qisqartiradi. Bu ba'zan eng katta xato. Chunki bilimli bola kelajakda yaxshi daromad topadi, vaqtida davolangan kasallik esa keyin katta xarajatga aylanmaydi. Albatta, ortiqcha dabdaba kerak emas, lekin asosiy ta'lim, sog'liq, foydali ko'nikmalarni imkon qadar saqlab qolish kerak. 10-qadam har yil boshida oilaviy moliyaviy reja tuzing. 2029 yil uzoq tuyuladi, lekin u ham bosqichma-bosqich keladi. 2025, 2026, 2027, 2028 va 2029 uchun maqsad qo'ying. Qarzni kamaytirish, zaxira yig'ish, uy ta'miri, farzand ta'limi, pensiya hujjatlari, kichik biznes, yangi kasb maqsad raqam bilan bo'lsin. Masalan, pul yig'aman emas, yeni oyda bondaki 1 million so'm zaxira yig'aman. Qarzni yo'qaman emas. Har oy qo'shimcha 500 ming so'mni eng qimmat kreditga yo'naltiraman. 2029 yilgacha bo'lgan rejalardan asosiy xulosa shuki, narxlar o'sishi davom etadi. Lekin maqsad bu o'sishni nazorat qilish, so'm kursi tashqi va ichki omillarga bog'liq bo'lib qoladi. Shuning uchun katta xaridlarda va jamg'armalarda valyuta xavfini hisobga olish kerak. Pensiyalar oshishi kutiladi, lekin eng muhim masala ularning real xarid qobiliyati. Ya'ni pensioner shu pulga amalda nima ola olishi. Men sizga vahima qilishni emas, tayyor turishni maslahat beraman. Oilaviy budjet yuriting, zaxira yarating, qarzlarni nazorat qiling, hujjatlarni tartibga keltiring, daromad manbalarini ko'paytiring. Iqtisodiy o'zgarishlarni oldindan tushungan odam bozordagi narxdan ham, kursdagi tebranishdan ham kamroq zarar ko'radi. Sizningcha 2029 yilgacha narxlar, so'm va pensiyalar bo'yicha eng katta xavf nimada? O'z fikringizni izohlarda yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu mavzu faqat iqtisodchilar uchun emas, har bir oila uchun muhim.